Soat 2:50. Kechagi mana yegan mevalarim shunda turibdi. Xullas, soat 2:50 da biz yana bir Afrikaning eng katta turistik maskaniga qarab ketyapmiz. Mehmonxonada bir o'zimman necha kundan beri hech kim yo'q mendan boshqa. Mana shunday tong saharda nafaqat Keniyani, balki Afrikani yuragi hisoblangan Masai Maraga qarab yo'l oldik. Soat 3:47 o'tdi. Biz Masai Maraga qarab ketyapmiz. Xo'sh, masofa olis. 400 kilometrdan ortiqroq yurishimiz kerak. Shuning uchun hali 5-6 soat yuramiz. Bemalol uxlab ketsak ham bo'laveradi. Avvalo Allohga tavakkal qilamiz. Tavakkal qilishdan boshqa iloji yo'q. Keniyani mana bu yo'llar to'g'risida gapirmoqchi edim. Keniyani shahardan tashqarisidagi yo'llari 100% bir polosali. Misol uchun, Andijondan yoki Qoraqalpoqdan Toshkentga kelganingizgacha yo'llar 2 polosali shahardan tashqarisi. O'zbekistonda faqatgina Namanganda, o'sha Namangan shahridan to nimagacha Qo'qon-Patirga yetib kelganingizgacha bir polosali. Bechora namanganliklar bir polosa yo'lda qiynalib yurib yetib kelishadi. Qolgan 100% yo'llarimiz 2 polosali. Bu nimada esa Keniyada shahardan tashqarisidagi 100% yo'llari hammasi bir polosa. Bu bir polosa yo'lda eng yomon tomoni nima aytayman? Eng yomon tomoni shundaki, siz oldingizdagi mana bu yuk mashinani quvib o'tishingiz uchun qarama-qarshi yo'llikka chiqishingizga majbur bo'lasiz. Agar yo'l 2 polosa bo'lganda edi, ikkala polosa ham o'ziniki bo'lardi, quvib o'tirardingiz bemalol. Lekin bir polosa yo'lda nariga qarama-qarshi yo'lga chiqishingiz kerak bo'ladi. Buni eng yomon tomoni nimada aytaymi? Ikkinchi yomon tomoni shundaki, siz qoidaga rioya qilib ketgan taqdiringizda ham narigi tomondan qarama-qarshi yo'nalishingizdan qoidaga rioya qilmaydigan, ulguraman, o'tib ketib qolaman deb tavakkal qiladigan yoki bo'lmasa rolda uxlab qoladigan shoferlar ro'paringizdan chiqib qolsa, ana bu juda ham yomon holat. O'zingiz zo'r haydagan taqdiringizda ham noto'g'ri haydaydigan qarama-qarshi yo'nalishdagina shoferda aybi bilan ham o'lib ketishingiz hech gap emas.